Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugungi yana darsimiz heatmapdan keyingisi biz uchun albatta sweep indikatori. Sweep indikatori bizga nima qilib beradi? Sweep indikatori aggressivni buyer, ya'ni aggressiv bilan masalan misol keltiradigan bo'lsak, bozorda masalan biz oddiy обычный hayotimizdagi bozor bor. Va u yerda hamma standart savdo qilishyapti va bozorga qandaydir katta mablag'da va katta yukda mahsulot kirib keldi. Masalan, olma bozori deylik. Olma bozorida hamma 2000, 2,5 mingdan olma sotishyapti. Va stabil, hammada stabil. Va bozorga bir kamas yoki 2 kamas olma kirib keldi. Va ularning narxi 1000 so'm, 1,5 ming kilosi. U bozorda tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin, ya'ni o'zini produktini sotib olishi mumkin. Ya'ni mana bu aggressivni buyer kirdi, bu sotib oldi. Ya'ni bunga yana misol keltiradigan bo'lsak, shu ya'ni bozordagi olma bozoriga qaytadigan bo'lsak, olma bozorida hamma oldi sotdi qilishyapti va katta mablag' cho'ntagida bor odam keldida hamma olmani sotib oldi. Hammasini emas, ma'lum bir miqdorda sotib oldi, ya'ni ko'p miqdorda. Va o'sha mana aggressivni buyer sotib olgandan keyin bozor talab ortyapti bozorga. Odamlarga olma kerak ekan degan xayolda bo'ladi va olmalar tezroq sotilishni boshlaydi va narxi ham o'sadi. Mana bu yerda sotib olishdi, sotib olgandan aggressivni buyerlar kirdi. Kirgandan keyin sell tepaga chiqdi, откат berdi. Xuddi mana shu aggressivni buyerlari zonasidan tepaga uchib ketdi. Bozor mana likvidga ham qarab o'tirmadi. Xo'p, bu aggressivni buyer, ya'ni aggressivni buyer qayerda kiradi asosan? Bu likvidlarni oldida va likvid olingandan keyin kiradi. Shu va bunga biz horizontal line chizamiz. Ikkita tomoniga chizganimizdan keyin mana shu zonadan qaytib berish ehtimoli bor va yuqori. Keyingisi yana aggressivni buyerlar kirdi. Keyin mana yana bu yerda bozor aytayapman-ku, likviddan tashqari ham kirishi mumkin, likvid oldida ham kirishi mumkin. Vaholanki bozor ob'yom kattarsa, bozorda ob'yom kattarsa kirishi mumkin. Va mana bu yerda sell iceberg tipdan sell sweep indikator kirdi, ya'ni aggressivni sellerlar, ya'ni sotib olishdi bozordagi narxni katta miqdorda. Bu lot ko'rinmagan va bunga horizontal line chizamiz. Pastga chizganimizdan keyin xuddi mana shu zonadan pastga oqib bergan va mana bu yerdan yana chizishimiz mumkinki, bu yerdan ham sal bo'lsa ham foydaga chiqazib bergan. Xo'p, mana yana 370 lotda, bu keyingi darsda. Mana bu 289 va 81 lot aggressivni sellerlar kirgan. Vaholanki bu likvidning oldida kirilgan. Mana bu yerda stop ham yongan. Bekorga strelka qilib ko'rsatib qo'ymaganman. Va qarab turibsizlarki, sweep indikatori yonida horizontal line tortildi. Horizontal line liniya tortilgandan keyin keldi bozor, pastga tushdi ozgina va tepaga mana shu zonaga kirib, откат berib, pastga oqib ketdi. Bu yoqda likvid ham bor edi, shu ham katta sabab bo'lib beradi. Ya'ni tepada likvid yo'q edi. Bu bor edi, lekin unchalik muhim emas. Bunga qaraganda bu kuchsizroq. Xo'p, keyin pastga oqdi, pastda likvid qolmadi. Ana ham qolmadi. Nima deydi? Sweep indikator ham yonmadi, mana bu yerda yondi. Sal pastga tushdi, lekin bu откат bergani hisob emas. Tepaga chiqdi, tepaga chiqqandan keyin mana bu horizontal line tortganimizdan keyin horizontal liniyani zonasiga kirib, bu ham tepaga chiqib ozgina 5-10 pips oralig'ida bizga foyda olib kelishi mumkin edi. Yoki bu o'q bo'lsak bo'lar edi. Bezbitga olib. Yana mana bu aggressive sellerlar kirgan.
iceberg ham yonida kirgan va tepaga chiqqan 180-51 lotda kirilgan agressivniy sellerlar. Bayar to'g'rimi, uzr. Va tepaga chiqdi, ozgina konsolidatsiyada yurdi-da va mamta atkat berib tepaga ketdi. Mana konsolidatsiya sizlarga yoqmasa, kutishinglar mumkin dalishi. Ya'ni tepaga chiqadi, pastga, tepaga mashki keberganidan keyin, ya'ni chiqdi, atkat berishini kutasizlar. Likvidga urdi, bu ham bir поглощение hisoblanadi va tepaga keldi, kichkina likvid oldi, sal pastga tushdi va yana bozor likvidga qarab yurmoqda. Bu yerda agressivniy buyer kirdi. Где-то adashmasam ancha-muncha katta lotda kirgan. Tepaga chiqdi, tepaga chiqib atkat berdi. Mana bitta bu tepaga chiqdi. Ikkinchisi kelayotganida atak bu liniyaga kelmagan. Asosan mana ikkita tomon kirib bergan. Keldi va mashqqa ozgina tegib turib, tepaga uchib ketdi bozor. Shu bilan dars tugadi. Imam bitta idealniy kirib bergan. Ideal. Просто idealniy keldi, tepaga chiqdi, pastga tushdi. Mana bitta sweep indikator yana yondi, sal tepaga chiqdi. Bu yoqdan yana yondi, sell sweep indikatori. Pastga tushdi, mana bunga tegdi-da, tepaga chiqdi. Tepaga chiqqandan keyin mana bitta uni sell sweep indikator kutib olyapti. Tepaga chiqqandan keyin tegdi, sal ozgina bezutga olib qo'ysak bo'lar edi va tepaga yana chiqib konsolidatsiya bo'lib chiqib ketdi va shu hitmapdagi likvidni olib turib yana pastga sweep. Shu bilan balobatlar bo'lib ketdi, bozor chalkash-shulkash va bozorda shovqin ko'payib ketdi. Sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsam bugunchalik shu edi.